Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan qadrli aka-ukalar, 2026 va 2027-yil, ya'ni qishki mavsum oralig'idagi qishki mavsum uchun, ya'ni viloyatlarga biz ishlatib turadigan o'tin pechka, ya'ni ko'mir pechka, ekonom qilib ishlatadigan, issiqni yaxshi beradigan bu ekonom pechka deyiladi. Ekonom pechkaning ideal holatdagi listlari o'rtasi 3likdan bo'lgan, eshiklari 3lik, qo'lni qismi 3lik minusovka ishlatilgan, tepasiga 2lik, pastiga oyoqlariga 1.7. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib ideal holatda ishlatilgan bir list ishlatib qilingan. Mana juda chiroyli. Qarang, mana bu choklari ichidan qilib svarka qilingan. Keyin mana bu buklanganda tagidan svarka qilingan. Mana bu joylarda svarka yo'q. Ko'rib turganlaringdek ichki tomondan pishirilgan. Svarkalari ko'rinmaydi. Sifat borasida o'ta ham chiroyli. Eshiklari katta bo'lgan, ya'ni katta o'tinlar ham sig'ib ketadigan. Ichiga chugunli rishotkalar qo'yilib, orqasiga demoxod, mana bu orqa tomondagi burchakdagi havo aylanish uchun demoxodlari, pastdagi tortma alohida qo'yiladigan tortma endi qo'yiladi. Qo'yingi oyoqchalari, noshkachalari mana bu joyda pechkaga issiq berib turish uchun choynak yoki nima qo'yadigan. Ko'rib turganlaringdek tepalari ham juda ham kengligi katta bo'lgan, juda ham chiroyli ishlangan. Sifat orasida aytibman, juda ham cho'tkalab qilingan pechkalarimiz bor. No'reko pechkamiz. Ko'rib turganlaringdek bizda soni ko'p, zagotovkalarimiz. Mana bu yerda hali bu yerda kraska qilinayotganmi? Endi kraskalanayotgan chiqyapti, xudo xolasa. Kraskalanayotgan edi. Endi narigi yuzida ishxonamiz, mana endi ham nur beton mishalkalari. Bu ishxonamizda juda ham ko'p, xudo xolasa zakazlarga yasab beramiz. Optimchi akalar, ya'ni bu Donabeyga aytib o'tay narxlarini. Mana bu kraskalangani Donabeyga 800 ming so'm, kraskalanmagani 750 ming so'm. Kraskasi termostoykali, ya'ni yonmaydigan, o'tda yonmaydigan, qora, eng yaxshi 1000 gradusga chidab beradigan kraska qilinyapti. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa, hali olib borib sotadigan voha tomonlarda, o'zimiz vodiydami, vohadami, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham olib ketgan o'taylar. Mana shu olib borib sotadigan akalarimizga, ya'ni 100 ta, 200 ta bo'ladigan odamlarga narxi yana ham oz-moz kelishtirib beriladi. Ko'pmasa oz-moz kelishtirib beriladi. Narx borasida, ya'ni ishchi sifati olib borib sotuvchilar uchun ham uyalmaydigan holatda haqiqiy bir zo'r chiqayotgan ideal pechka. Baquvvatligi, sifat chiroyliligi, ishchi chiroyliligi, buniki har qanday holatda tekshirib ko'rib, solishtirib ko'raverasizlar inshaalloh. Ish borasida juda ham chiroyli ishlangan. Mana bu tomonda ham ishxonamiz, bu tomonda lazerli stanoklar nimalarimiz, bu tomonda yasalish jarayonlari ketyapti bu tomonda. Kelar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvoyda tumani, Kaminterin degan qishloqda. Ya'ni biz apalabga beton mishalka ishlab chiqardik. Endi hozir qishki sezonga xudo xolasa pechka ham mana ishlab chiqaryapmiz. O'tgan yil bu pechkamizni to'g'risida yetkazolmagandik. Bugun sal vaqtliroq boshladi bu yil. Mana bu yerda yana taklab bosilyapti. Xudo xolasa 1000 taga zagotovka qilganmiz. Kimga kerak bo'lsa 100 ta, 200 ta, 300 ta, 400 ta oldindan zakolat berib, zakaz olib, xudo xolasa chiroyli holatda chiqarib beramiz. Mana bu yerda zagotovkalarimiz, mana bu yerda ishchilarimiz hozir juma payti, bugun muborak juma kunligi uchun endi yana ishga tushadi. Qo'yingki, akalar, kimga aynan shu pechkadan kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilinglar. Kamina Shamsiddin Abdurahmonov sizlar bilan aloqadaman. Inshaalloh chiroyli qilib, kelishtirib, narxlarni cho'tkilab beramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.